Assalomu alaykum birodarlar, sog'lomsizlar do'stlar. Juda ham bir shifobaxsh bo'lgan tuxum yog'ini mana oxirgi bosqichlarni videorolik qiling degan muxlislarimiz, podpischilarimiz uchun birodarlar mana 2,5 soat, 3 soatdan shag'man shundoq kavlab aralashtirib turibmiz. Xudo xolasa hozir tayyor bo'lish jarayonida bu. Agar kapkiringiz bemalol, muloyim harakatda bo'lsa, hali tayyor degani emas. Mana jas ko'rinishda bo'ladi do'stlar. Ana shuni kovlab aralashtirib turasiz. Birodarlar, bu jarayonda esa mana suv oldingi hissadan ko'paygan va kapkirni harakatlantirsak, ya'ni qo'zg'agan vaqtimiz, aralashtirayotgan vaqtimiz kapkir qozon tubiga yopishib qolyapti. Demak, bu tayyor bo'lyapti, xudo xolasa. Lekin o'sha gap hadigan mazza qilaverasiz. Oxirlashib yurgani sayin qozon ostidagi massa yopishqoq bo'la beradi va aftol, ya'ni qora moyga o'xshagan suyuqlik, ya'ni yog' ajralib qolaveradi. Bu ham hali tayyor degani emas, birodarlar. Va nihoyatda birodarlar, tuxum yog'ini tayyor bo'lganini qanday bilamiz? Mana qozon o'rtasida koptoksimon bo'lib qolgan yopishqoq, saqsimon massa bor. Kapkirni aylantirib olasiz va kapkirni ko'targaningizdan so'ng ana shunday yopishqoq massa ilashib chiqsa, bilaveringki, tuxum yog' tayyor. Agar bundan o'tkarib yuborsangiz, endi ana shu quyuq massa yanada suyulib ketsa, bu tuxum yog'ingiz foydasiz mahsulotga aylanadi, birodarlar. Mana do'stlar, chamasi 350 litr tuxumimizdan 1,5 litrni tagiga, 1,5 litrni tagiga tuxum yog' ajralib chiqdi.